Bolangiz tug'ilganda eng avvalo e'tibor berishingiz kerak bo'lgan holatni bilib oling. O'g'il farzand ko'rgan ota-onalar bu holat sizning farzandingizda borligini sezsangiz, ya'ni farzandingizning moya xaltasida bitta yoki ikkala tuxumlari borligini tekshirib ko'ring. Agar bir yoki ikkala tuxumlari yo'q bo'lsa, bu holatga bee'tibor bo'lmang. Bu kriptarxizm. Chunki kriptarxizm bu moyakning yorg'oqqa tushish yo'lida to'xtab qolishi. Ya'ni yorg'oqda bitta moyak bo'lsa, bu monarxizm yoki ikkala tuxumlarning absolyut bo'lmasligi bu anarxizm yoki qo'shimcha uchinchi moyakning bo'lishi oligarxizm. Kriptarxizm bir tomonlama, ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Bundan tashqari haqiqiy va soxta kriptarxizm bo'lishi mumkin. Kriptarxizmni davolashda ortopeksiya operatsiyasi o'tkaziladi. Bunda moyak va urug' tizimchasini mobilizatsiya qilib, moyakni yorg'oqqa tushirib fiksatsiya qilinadi. Agarda ushbu holatlar farzandingizda kuzatiladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.